Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sanjar doktor qabulida qanday chiqdi o'zi ham bilmasdi. Doktorning sizda kuchli infeksiya bor. Buni davolashga meditsina ojizlik qiladi. Faqat Alloh mo'jizasini kutishingiz mumkin. Biz sizga yordam bera olmaymiz. Siz farzand ko'ra olmaysiz. Shular xayolidan o'tar, dunyoni unutganda. Turtilib-surtilib ketib borardi. Endi nima bo'ladi? El yurt oldida nima degan odamman endi? Ayniqsa ayoli Zarnigorga, uning oilasiga qanday yuz bilan qarayman? Axir necha bor uni tug'maslikda ayblab, kamsitib, kerak bo'lsa do'pposlagan kunlari ham bo'lgan. Zarnigorni tili qisiq bo'lib yurgan doim. Sanjar shu xayollar bilan uyiga qanday kirib kelganini bilmay ham qoldi. Ostonada Zarnigorni shirin tabassum bilan bergan salomi Sanjarni o'ziga keltirdi. O'zini o'nglab alik olganida charchaganini bahona qilib o'z xonasiga kirib ketdi. Kechki ovqatga ham chiqmadi. Buni Saida xola boshqacha tushundi. Bolam bechora, ishdan kelganda farzandlari yugurib chiqsa, charchoq nimaligini bilmasa bechora. Bolam bekorga kayfiyati tushkun emas. Yo ko'chada bola yetaklab ketayotgan odamni ko'rgan, yo yana bilmadim. Zarnigorga yeb qo'ygudek qaradi. 6 yildan beri kelinini tug'maslikda ayblaydi. Ko'rsatmagan doktori, tabibi, yana boshqalar hammasi keliningiz sog', ozroq sabr qilinglar deyshadi. Yo o'g'lingiz ham bir tekshiruvdan o'tsin deysa, Saida xola hammani yeb qo'ygudek qarab, o'g'lim sog', kasal bo'lsa shu kelin kasal. Boshqasini olib bersam, uyimni nabiraga to'lg'izib tashlaydi deb urishib tashlaydi. Zarnigor bunday so'zlarga allaqachon ko'nikib ketgan. Har safar Saida opa eri Sardor aka bilan yolg'iz o'tirishganda kelinini haydab yuborishni aytsa, Sardor aka kelinini yonini olar. Oxirgi paytlarda u keliniga boshqacharoq bo'lib qolganda. Buni Zarnigor ham sezib yurar, birovga og'iz ocha olmasdi. Shunda ham qal ustida turgan oilasi buzilib ketishidan qo'rqardi. Yolg'iz o'tirishgan mahal Sardor aka keliniga yeb qo'ygudek qarar, bunga dosh bera olmagan kelin o'rnidan turib ketardi. Sanjar doktorga borgan tashxisi haqida Zarnigorga aytsammi, yo'qmi, uni ham baxtsiz qilishi mumkin emas deb o'ylardi. Lekin uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, hech nima demaslikka qaror qildi. Hammasini vaqt hukmiga topshirdi. Bu yoqda esa Zarnigor oiladagi muammolarni qanday hal etish haqida o'ylar, qaynotasining bunday bo'lib qolishi uning uchun eng dahshatli edi. Sanjarning o'zgarib qolgani Saida xolaga yoqmadi. Chunki Sanjar ayolni urishmay qo'ydi, hurmatini joyiga qo'yib, yer ko'kka ishonmay qo'yganda. Saida xola ishdan kelgan o'g'liga kelinini yomonlar, Sanjar esa avvalgiday oyisi tomon emas, Zarnigorni ko'nglini og'ritmaslikka harakat qilardi. Sardor aka ham kelinini yonini olardi. Saida xola bundan battar jazavaga tushar, shundoq ham dardi ko'payardi go'yo. Ertasi kuni esa erkaklar ishdaligida Zarnigorga azobli ishlar sanchardi. O'sha mash'um kun Sanjar ishxonasida navbatchi edi. Zarnigor shirin uyquda, Sardor akani uyqusi qochdi. Ayolni uxlaganiga ishonch hosil qilib, qo'lida hushdan ketkazadigan dori surtilgan dastro'mol bilan kelini yotgan uyga sekingina kirdi. Aksiga olib, havo issiqligi sabab eshiklarni ham ochiq qoldirgan edi. Borib kelinining og'ziga berkitdi dastro'molchani. Uyquda yotgan Zarnigor hushidan ketdi. Sardor aka shu tun o'z maqsadiga yetdi. Ertalab dahshat bilan uyg'ongan Zarnigor ko'rgan tushidan seskanib ketdi. Ahvolini ko'rib, tushimmi yo o'ngimmi anglay olmay qoldi. Hovlarni supurib yurganda qaynotasi eshikka chiqdi. Hech narsa bo'lmaganday o'tib ketdi. Zarnigor yengil tin oldi. U tush ko'rganiga ishongandi. Sardor aka endi o'g'lini navbatchilik kunini intizor kutar. Zarnigor o'sha kunlari g'alati kayfiyatda uyg'onardi. Oradan bir necha oy o'tib, Zarnigor o'zidagi o'zgarishlarga hayron bo'lardi. Unda homiladorlik alomatlari paydo bo'la boshlagandi. Bu aniq bilmasdan eriga aytmaslikka qaror qildi. Sanjar esa ayolni aldayotgani sabab uni deb umri o'tayotgani uchun ayolidan ming hijolatda vijdon azobi qiynardi. Bo'ldi, erta hammasini Zarnigorga aytaman. U ham farzandli bo'lib baxtli yashashga haqli. Qanday yo'l tutsa ham uni qaytarmayman. Zarnigor esa ertasi kun doktor qabuliga borishga qaror qilgandi. Ertasi kun Sanjar ishga ketgach, qaynonasidan ruxsat olib doktorga bordi. Tekshiruvlar homilador ekanini tasdiqladi. Shu payt telefon jiringladi. Sanjar uchrashib gaplashib olishini aytdi. Uydan tashqarida gaplashib olaylik degani boshqacha tushundi. Uchrashuv joyiga kelgan Zarnigor hayajonini zo'rg'a bosib, ofitsant boshlagan alohida xonaga kirdi. U yerda eri uni ko'zda yosh bilan kutib turardi.
Zarnigor erini bu ahvolda ko'rib nima bo'ldi ekan deb o'ylab, uning yoniga bormoqchi edi. Sanjar uni ro'parasidagi stulga imladi. Birozdan so'ng Sanjar bor haqiqatni aytib berdi. Bu yog'i o'zingga havola. Men seni ortiq baxtingni ushlab tura olmayman. Meni kechir deb o'rnidan turib chiqib ketdi. Zarnigor axir men dedi-yu tush deb o'ylagani haqiqat ekanini endi angladi. Nega qaynotasini unga qarashi boshqacha bo'lganidan shuni fahmlamadi. Uyiga qanday kelganini bilmay ham qoldi. Nima qilaman endi? Qanday yashayman axir? Bu yerda qola olmasam, ota uyimga qanday yuz bilan boraman? Axir vaqt o'tgani sayin hammasi oydinlashadi-ku. U chora qidira boshladi. Endigina orzusiga yetdim deganda bunday ko'rgulik boshiga tushib turibdi. Zarnigor xonasida qancha o'tirdi bilmaydi. Qaynonasini chaqirig'idan o'ziga keldi. Sekin tashqariga chiqdi. Qaynotasi ham ishdan kelib so'rida o'tirardi. U Sardor akani yuziga birinchi marta tik boqdi. Sardor aka g'alati ahvolga tushib, ko'zlarini olib qochdi. Chunki kelinini birinchi marta shunday ahvolda ko'rish edi-da. Yonidan iflos deb o'tib ketdi Zarnigor. Sardor aka yanada ajablandi. Kechki ovqatni tayyorlab bo'lib, yuvinib chiqqan Zarnigor xonasiga kirib ketdi. Bunday sharmandalikni ko'tarib yurish u uchun og'ir edi. Kechki sukunatni Zarnigorni chinqirig'i butun mahallani tutdi. U hovlida alanga bo'lib yonardi. Afsus, uni hech kim asrab qola olmadi. Sharmandachilikdan qutulish uchun og'ir gunohga yo'l qo'ygandi. Tibbiy ekspertlar xulosasiga ko'ra, Zarnigor homiladorligi aniq bo'ldi. Sanjar nimanidir tushundi. Bor haqiqatni oilasiga tergov olib borayotganlarga aytdi. Sabab nimada ekanini tushunishdi. Lekin bolaning otasi kim? Shu jumboqligicha qoldi. Lekin hech qancha vaqt o'tmay Sardor aka kelinini tushida ko'rar, doim Zarnigor uni bo'g'ar, goho qattiq azobli chinqirig'idan cho'chib uyg'onib ketardi. Bora-bora uxlashdan qo'rqib ham qoldi. Vaqt o'tib uni ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizishdi. Doim kelinidan kechirim so'rar, holi juda achinarli holatga tushib qolganda, hammasidan xabardor bo'lgan oilasi undan butkul voz kechishgan edi. Azizlar, men bu hikoya bilan hech kimning ongini zaharlamoqchi emasman. Har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi. Kimdir ibrat olar, kimdir boshqacha tushunar. Xulosa siz azizlardan. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmasini bosib qo'ying. Kanalimiz obunachilariga alohida minnatdorchiligimizni yetkazib qo'ymoqchimiz, chunki bizning kanal qisqa vaqt ichida ajoyib natijalar va yutuqlarga erishdi. Albatta bu yutuq va natijalar nafaqat bizning, sizning ham yutug'ingizdir, aziz muxlislarimiz. Doimo sog' va omon bo'ling. O'zingizni